Assalomu alaykum hurmatli Avtoayb obunachilari. Uzoqdan afsusdan keyin biz yana qaytdik. Bugungi obzorimizda Orlando 2 mashinasi. O'zbekistonda Cobalt'dan keyin eng xunuk hisoblangan Orlando 1 mashinasidan keyin ishlab chiqarish boshlangan Orlando 2 mashinasi. Video juda ham derski. Oldi ko'rinishida faralarga qaraganlaringda sizlarga xuddi meni bosib turgandek bo'ladi. Mashinamiz ablisovkalari RS ablisovkada Redline paketda mashinamiz eng full paketi shu. Hozirgi kunda Xitoyda ishlab chiqariladi. Bu mashina 1.5 motor bilan jihozlangan. $22,000 narx belgilangan bu mashinaga. Xo'p, $22,000 sizga nimalar bera olishini hozir ko'rib chiqamiz. Trekkerda o'rniga juda ham zo'r alternativ hisoblanadi. Mashinamiz yon ko'rinishiga o'tamiz. Mashinamiz yon ko'rinishiga kelamiz. Mashinamiz yon ko'rinishi juda ham uzun. Mashinamiz 7 kishilik hisoblanadi. R17 Michelin balonlar bilan jihozlangan. Diskamiz 5 ta bolt bilan qatiriladi. 5 ta bolt o'zi yaxshi degani, zo'r degani. Xo'p, powerning chiroqlarimiz bu yerda joylashgan. Bakovingiz juda ham katta. Beslöchoy dostupimiz yo'q mashinada. Mashinada yonida gapiradigan, xo'p, reninglarimiz bor. Bu yerga bagaj o'rnatsa bo'ladi. Uzoq yo'lga chiqqanda juda ham foydali narsa. Bo'ldi, yonida gaplashadigan narsa unaqa katta yo'q. Orqaga o'tamiz. Mashinamiz orqa ko'rinishiga kelamiz. Mashinamiz orqa ko'rinishi xuddi oldi faralariga o'xshaydi, faqat qizartirilgan, juda ham chiroyli. Mashinamiz polni antixromda. Qora yozuvlari 530T. Bu nimaligini bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Chevrolet yozuvlari ham qora, bu yerda xitoycha yozuv. Xitoy tilini tushunadiganlar uni ham yozib ketamiz. Paktronik datchiklarimiz bor. 1 2 3 4 ta paktronik datchik bilan jihozlangan. Xo'p, orqa dvorningiz bor. Juda ham katta plus bu orqa dvornik. Aynan hozirgi yomg'irli ob-havolarda juda ham plus hisoblanadi bu narsa. Mashinamizning sekin salon qismiga o'tamiz. Salondan oldin motor qismida gaplashib o'tib ketamiz. Ketdi. Mashinamiz motor qismiga o'tamiz. Motor qismi 1.5 turbo aytib o'tganimdek 165 ta ot kuchi. Xo'p, mashinamiz 0 dan 100 gacha 9 sekund berilgan kitobida. Endi buni hozir uni o'lchab ko'ramiz. Mashinamiz propan uстановка qilingan 4-pokoleniya. Bo'ldi. 12 dan trekkerdan kuchli, xullas shaharda yetkazmaydi. Yaxshi tortishi. Ko'ramiz hozir uni. Saloniga o'tamiz mashina. Mashinamiz ichki ko'rinishiga o'tdik. Apshkalarimiz plastmassa, peshalka, akustikamiz juda ham yaxshi. Xo'p, koja, faqat qo'l tegadigan joylari koja, qolgan joylari plastmassa, lekin Cobalt plastmassasiga o'xshab qirilib ketadigan plastmassa emas, yaxshi plastmassadan ishlatilgan. Monitor, o'sha Chevrolet monitori o'ziniki, tablo Onyx trekkerlardaqa. Xo'p, rulimiz o'zgargan, rulimiz juda ham chiroyli bo'lgan. O'z qaraganlarni, istoriya olganlarni juda ham chiroyli chiqadi. Xo'p, rulda o'ng tarafda multimediani boshqarish, chap tarafda cruise controlni boshqarish, bu tarafda auto hold, chiroqlarimiz avto yonadi. Xo'p, yana gapiradigan narsamiz climate control, konditsioner, pechka juda ham zo'r ishlaydi. Avtomat korobka, premier rechak. Chevrolet o'ziniki barimiz bor, juda ham katta deyalmayman. Bu yerda sovutish sistemasi ham bor ekan. Bu yerga suvlaringni qo'yib sovutib maqsalaring bo'lar ekan. Yaxshi. Bardachogimiz ham juda ham katta ekan. Shinalarimiz koja bilan ishlangan. Hop, performli kojaning nimasi yaxshi? Yozda unaqa terlatib yormaydi. Abagres bor, addof yo'q. Hop, elektronli ruchnoy bor. Mashinamiz orqa tarafiga o'tirdik. Mashinamiz juda ham keng aytib o'tganimdek, panorama lyuk bilan jihozlangan. Orqa tarafgacha kelgan panorama lyuk juda ham yorug'. Shuni hisobiga hozir betim chiroyli chiqyapti. Vaqtdan o'tib ketdi. Xo'p, bu taraflarda chiroqlarimiz bor. Chiroq baqa qo'yilgan, o'chirib yoqish bitta o'zidan ekan. Orqa taraf uchun deflektor qo'yilgan, bitta ham bor, hatto yo'qdan ko'ra. Xo'p, ikkita USB port tashab ketilgan. Orqada yosh bola o'tirganda telefonni zaryadga qilib, planshetlarni zaryadga o'ynab ketish uchun cho'ntaklarimiz. Bu yerga ko'p narsa sig'adi. To'rala aynagimiz ham aytib o'tish kerak. Avto tushib chiqar ekan.
bu juda ham katta plus. Trekkerda faqat oldi avto tushib chiqadi. Orqa sidenalarimiz ham regulirovka bo'ladi. Ko'rganlaringdek bemalol uzoq yo'lga yotib ketsalaring bo'ladi. Endi 3-qatorga o'tamiz. 3-qatordan keyin bagajni bitta ko'ramiz, keyin mashinani bitta bosib ko'ramiz. Xo'p, mashinamizni 3-qatorga o'tirib oldik. 3-qator juda ham tor, bitta yosh bolalar uchun mo'ljallangan. Oyog'imga umuman joy yo'q. Padel bosh qo'yadigan yelkamda turibdi. Bitta suv qo'yish uchun joy bor ekan, bu tarafda yo'q ekan. Bu yerga 3 kishi sig'maydi, 2 kishi bemalol o'tirib ketadi, yosh bola. Meni oyog'im ham hech nima sig'mayapti, xullas. Bagajga o'taylik. Yo'q, o'tirasan. Ketamiz hozir. Mashta ketamanmi men? Yo'q, qochna. Qoching. Xo'p, mashinamiz bagaj qismiga kelamiz. Mashinamiz bagaj qismi juda ham keng. Xo'p, 3-qator sidenalarimizni ko'targanimizda shuncha joy qoladi. Bu yerga ikkita chemadan bunaqasiga sig'adi, bunaqasiga sig'maydi, bunaqasiga sig'adi. Endi mashinamiz bitta vaybini ko'ramiz. Shu bilan obzorimizni tugatamiz. Xo'p, mashinamizga o'tirib oldik, yurgizdik. Mashinani tortishi juda ham zo'r. Turbina mashinada turbayama degan narsa bor. O'sha hozir turbayama ko'ramiz. Xo'p. Tormoz juda ham yaxshi ekan lekin. Tekisroq yo'lga chiqib olsak, bitta tortishni ko'ramiz. Kichkina yo'lda o'zi 80 ga chiqyapti. Mashina juda ham zo'r tortyapti. Pogorotniklarimiz, xo'p, gitaralarimiz Cobalt'ga GM'ga, ya'ni. Xo'p, mashinada propan bor. Propanda tortyapti, hozir propanda yuribdi. Gaz bosganda benzinga o'tadi. Hozir tekis yo'lga chiqib olsak, bitta tortishni ko'ramiz. Bir, ikki, uch. Xo'p, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlar trekkerda o'ylab ko'rgan bo'larmidinglar yo shu mashinaga to'xtagan bo'larmidinglar? Xo'p, bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, podpiska bosinglar, like bosish esdan chiqib qolmasin. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, yangi video chiqqanda sizlarga sraz boradi. Xo'p, sizlardan poddershka kutib qolaman. Xullas tugadi, xullas, ashta. Chorniy Beli qora sohilini.